Assalamualaikum hörmətli televizor görgücülər. Körüvatqanınla Erkin Asiya Radiosu, Tor televiziyasının Haftalık Xəbərlər proqramısı. Programımız hoş geldinler. Məzkur programımızda muş bir hafta jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga dair anlatılgan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötimiz. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizdən təfsilatı bolsun. Mən Erkin. Mən Gülçehre. Dünyanın hər qaysı joylarındakı Uyğur cəmiyyəti 1990-yılı 5 aprel günü Aqto'nun ayısının Barın nezisida yüz bergan Barın vaqasının 28 yıllıqını oxşaş bulmagan şəkillərdə xatırladı. Türkiye, Gollandiya, Norvegiya, Şvetsiya, Qazaqstan, Qırğızistan qatarlıq dövlətlərdəki Uyğur cəmiyyəti tərəfindən təşkillənən bu fəaliyyətlər Şərqi Türkistan marşı bilan başlanıb, başqalarına və yaşlarga vətən və millətinin istiqbalı haqidagi ilham bəxş nutqlar bilan sözləndi. Bularning bəzilərində 1945 yılı 8 apreldə qurulğan Şərqi Türkistanның Milli Armiyası birlikdə xatırlandı. Uyğur fəaliyyətçilər bu haqda söz qılıb, əlaqədar tarix bilimləri arqılıq hazırki yaşlarını tərbiyələşinin mühimliyi haqida toxtaldı. 2017 yılı yaz aylarındaki tutqunda Mısır saqçıları tutqun qılıb Tura türməsiga qamagan 16 Uyğur iz deraksiz g'ayib bo'lgan edi. Yaqında bir qism şahidlarning uçur bilan ta'minlashi orqasida ularning kimligi ma'lum bo'lishga boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bulardan Shirali Shirzod, Muhammadjon, Ahmad qatorliqlar qonunliq viza elib, qonunliq shaklda o'qishga chiqqanlar ekan. Halbuki hozirga qadar mayli Xitoy hukumati bo'lsin yoki Misr hukumati bo'lsin, g'ayib bo'lgan Uyg'ur o'quvchilar haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Yana bir turlik ma'lumotlar bo'lsa, g'ayib bo'lgan o'quvchilarning hozir Xitoy turmusida ekanligidan bishorat bermoqda. Uyghur diyoridagi qattiq kontrollikning bir yangi ifodasi Patiqinda qatnashish boshlanadigan Urumchi metrosi haqidagi xabarlarda aks etayotganligi ma'lum. Urumchi shahridagi aloqador organlar e'lon qilgan uqtirishlarda ko'rsatilishicha, metroga o'ltirmoqchi bo'lganlar kimlik kartasi orqali metro bileti setib olish yo'lga qo'yildi ekan. Odatda bu xil bilet usuli aeroplanga bilet olganda qo'llanildi ekan. Xalqaradagi ko'plagan axborot vositalari Urumchi metrosi haqidagi bu xabarlarni ko'chirib bosdi hamda buning Uyg'ur diyoridagi vaziyatning jonliq inkoslarining biri ekanligini bildirdi. Uyg'ur diyorida yipiq tarbiyalash to'lqini boshlangandan buyon tutqun qilinganlarga eng tuvan bo'lganda 5,5 yillik qamoq jazosi hukm qilinishining o'lcham bo'layotganligi oshkorlandi. Şunun bilan birga bu xil tarbiyalash markazlariga yig'ib olingan kishilarning ba'zilari bu joylarda o'lib ketayotganligi ma'lum bo'lishga boshladi. Muxbirimizning ahvol egalishi jarayonida G'uljining Bayonda yesidagi 34 yoshli Abdug'apparning mushundaq markazlarning biriga opirilib, 6 oydan keyin jon uzganligi ma'lum. Uyg'ur faoliyatchilar bu haqda fikr bayon qilib, Xitoyning bu xil qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat deb ko'rsatdi. O'tgan hafta e'lon qilingan Xitoydagi ekranlashgan majburiy ixro qildirishning orqa ko'rinishi sarlavlik zo'r hajmlik bir tadqiqot dokladida Xitoydagi majburiy ixro qildirish qilmishiga munosabatlik bir qator ahvollar tanqidlandi. Doklad ko'rsatilishicha, televizor ekranlarida ixro qilganlar butunlay soqchilarning tahdidlari tufaylidan artistlik qilishga majbur bo'lganlar ekan. Hatta ularning ba'zilari ekranga chiqishdan avval dori berilib, yerim behush qilinganlar ekan. Bu xil ixro qildirilganlar orasida Uyg'ur mahbuslarning soni xeyli ko'p salmoqni tashkil qildigan bo'lib, ular o'zini va sabdoshlarini ayiblash, Xitoy hukumatini maqtashga majburlangan. Yaponiyada 10 kunlik xizmat ziyoratida bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlaridan Dolqun Aysa, Ömer Qanat qatorliqlar Yaponiyadagi har soha kishilar bilan uchrashgan. Hamda Uyg'urlar masalasi haqida atrofli ma'lumotlar bergan. Dolqun Aysa boshchiligidagi bu guruhga Yaponiya ziyorati mezgilida bir qism parlament a'zolari, siyosiy partiyalarning mas'ullari va ommaviy tashkilotlarning rahbarlari bilan suhbatlashgan hamda bundan keyingi xizmat o'rtoqligi haqida muzokaralashgan. Yaponiyadagi Sharqiy Osiyo kishilik huquq munbirining raisi Tomotada Ishihara apandi Uyg'urlar masalasini Yaponiya bilan Uyg'urlarning o'rtaq masalasi deb qaraydiganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining Haftalık Xəbərlər proqrammasını ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.